Assalomu alaykum, hurmatli gul ishqibozlari. Sog'misizlar, omonmisizlar? Bugun ko'pchilikning talab istaklariga ko'ra video qilishga qaror qildik. Xo'p, bugun 18-yanvar, haftaning yakshanba kuni. Gullarimizni sepganimizga necha kun bo'ldi? 10-dekabrdan 15-dekabrgacha sepganmiz. Shu urug'larimizni hozir holatlarini birma-bir ko'rsatib o'taman. Avvalambor urug' sepishdan oldin yaxshi chirinni tanlash kerak. Yaxshi urug' tanlash kerak. Shunda gullaring chiroyli o'nib o'sib chiqadi. Keyin nimalar dori berdik bu gullarga? Barigidan, ildizdan nimalar sepdik? Hammasini bafurcha bugun gaplashib o'tamiz, do'stlar. Xo'p, bir boshdan boshlasam, petuniyalarimiz rangi qanaqa ekan bularda? Bardavoy chetida oqi bor ekan. Manamiz cherry pomidor. Buni hozir endi stakanga olishni boshlayapmiz. Mana bu yerga rayhon sepib qo'ydik, qator-qator qilib. Gul toji xo'rozlar. Manalar esa chini gulchalar. Bularni sepganimga hech qancha bo'lgani yo'q. Bir 7 kun 8 kun bo'ldi. Mana bolgarskiy qalampir urug'. Mana petuniyani 8 kun bo'ldi sepganimga. Ozgina petuniyacha bor edi. Ortib qolgan, shuni sepib qo'ydim. Xo'p. Bularga men bir marta первый kur berdim. Undan keyin mana bunday bachokka 200 litrli bachokka suv tayyorlab olib, ichiga NPK soldim. 13-40-13. Keyin 100 litr suv qo'yganda bir pachka yantarniy kislota, bir pachka borniy kislota tashladim. Mana bunday. Shu yaxshi effekt beradi, meni bilganim shunday. Asosan nima kerak bularga? Gullarimiz o'nib chiqqandan keyin birinchi ildiz chirishiga ishlash kerak. Undan keyin ildiziga ishlab yuborish kerak, ildiziga dori quyib yuborish kerak. Shunda maqsadga muvofiq bo'ladi, do'stlar. Hozir mana shularga hali dori berilgani yo'q, misol. Shundan ko'rsatayin. Bular ozgina katta bo'lgandan keyin yaxshilab hozir mana yerlarda bunday kultivatsiya qilganimizdan keyin birinchi pervikur berib chiqaman ildiz chirishiga. Undan keyin ildizda yurgizishga fosforli o'g'itlardan berib o'tamiz. Shunda gullaring chiroyli bo'lib o'nib o'saveradi. Kerak emas boshqa balo-battar dorilardi. Petuniyalarimiz. Ko'rib turganlaringdek. Manalarni yangi ekkanman. Rosa chiroyli bo'lib chiqishgan. Xo'p, buni chiqqandan keyin yorug'lik kerak, do'stlar. Chiroyli yorug' bo'lishi kerak. Gazaniyalarimiz, petuniyachalarimiz. Do'stlar, orada video qila olmadim. Ozgina ishlarimiz ko'payib ketib. Shuning uchun uzr so'rab qo'yaman hammalaringdan. Endi bundan buyog'i xudo xolasa tez video qilib turaman. Mana bu yerda o't olish ishlari ketyapti. Mana qanday o't chiqqan buyog'imizdan. Siyrak sepib qo'ygan joylarim. Mana qarang, qizil oq. Bunga ko'p tushgan, managa oz tushgan. Aralashtirmaganman-da. Shafronlar. Mana bunday ventilyatordan ham foydalanganmiz. Vaqtida shafronda chirish boshlangan paytida sirazi quritishni boshlaganman. Namlikda shunda foydalanib turaman. Hozir esa mana bunday fortichkalarni mana kundi soat necha bo'ldi hozir bizda? 12:37 bo'libdi. Fortichkani ochib tashlaganman. Hozir eshikni ham ochib qo'yaman. Shunda havo aylanadi. Mana
Teplitsani ichida ham mana bu yerlarda namlik ko'payib ketsa, bitta mana chirindida emas, teplitsani o'zida ham namlik ko'payib ketsa, ko'chatlar tashlashni boshlaydi. Salviyalarimiz pikirovkaga kelib qoldi. Hozir mana bu yerga joy yo'q. Mana shu yer ham 40 sm arang mana shu bitta yashik sig'adigan. Mana bu yerga stakan solyapman 15 likka. Cherry pomidorni pikirovka qilamiz vaqtinchalikka. Lekin bu yer qorong'i. Iloji yo'q, orasidan katta-kattasini olib qilamiz. Petuniyalar bijillab yotibdi. Ranglari har xil. Salviyalar, siyrak qalin tushgan joylar. Mana bizda urug' xonamiz, ko'chat xonamiz mana shunday. Mana bu yerlarga bo'shagan joylarga yana bir nimalar sepib qo'yganman. Bu hali chiqqani yo'q lekin. Yana nima ko'rsatay? Katarantuschalarimiz, petuniyachalarimiz, mana cherry pomidor. Hozir mana shuni mana bunday katta-kattasini olib pikirovka qilamiz. Ana ildizini qaranglar qanday ishlagan. Bo'lmasa hali bunga biror marta ustidan chirindi elamadim. Agar chirindi elaganimda shu yergacha mana shu yer ham ildiz bo'lib ketardi. Zo'r chiqqan ildiz. Chunki bir marta fosforli o'g'it yeb olishgan mazza qilib. Shunaqa do'stlar, buni xudo xolasa fevralga o'tib pikirovka qilishni boshlaymiz. Managa ham ostiga ham bir nimalar sepib qo'ydim. Bo'shagan joylar, bo'shagan yashiklar, yashik topib olsam bo'ldi, sepyapman. Shafronlarni ham ko'chirish kerak do'stlar. Dori, nima dori sepishlik deganlarga shu fosforli o'g'it sepinglar hozir. Iloji bo'lsa NPK parashoklisi ham, gelovoyisi ham bo'laveradi. Fosfori ko'proqdan quyaverasizlar, barigidan, ildizidan. Shunda yaxshi bo'ladi do'stlar. Xo'p, shunaqa gaplar. Yana nima qoldi aytilmagan? dekabrdan 15 dekabrgacha sepilgan. Uni aytib o'tdim. Yana nima qoldi? Menimcha hammasi bo'ldi. Qora rayhonlarimiz. Qora rayhonlarimiz sotuvda bor. Mana shunday chiqadi mana. Ko'rib turganlaringdek. Shunaqa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalda yangi bo'lsalaring, like tugmasini bosib qo'yinglar.